Diqqat, aholiga tezkor xabar. 1-iyundan O'zbekistonda qanday o'zgarishlar bo'ladi? Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. 2026-yil 1-iyundan boshlab O'zbekistonda aholi va biznesga taalluqli qator yangi qonun va tartiblar kuchga kiradi. Quyida eng muhim o'zgarishlarni qisqacha keltiramiz. Elektr va gaz tariflari o'zgaradi. 1-iyundan aholi hamda tadbirkorlar uchun elektr energiyasi va tabiiy gaz narxlari indeksatsiya qilinadi. Tariflarning o'rtacha oshishi taxminan 9.9% ni tashkil etadi. Nasldor chorvalar QQSdan ozod qilinadi. 2026-2029 yillar davomida xorijdan olib kiriladigan nasldor qoramol, qo'y va echkilar qo'shilgan qiymat solig'idan ozod etiladi. Qurilish maydonlarida yangi talablar qo'yiladi. Endilikda qurilish obyektlarida havo monitoringi stansiyalari, onlayn kameralar o'rnatish majburiy bo'ladi. Ular Ekologiya qo'mitasi bazasiga ulanadi. Mahkam yoshlar raqamli kasblarga o'qitiladi. Toshkent, Navoiy va Qashqadaryoda jazoni ijro etuvchi muassasalardagi yoshlarni IT va raqamli kasblarga o'qitish boshlanadi. Farmatsevtika korxonalariga yangi imtiyozlar beriladi. Dori ishlab chiqaruvchilarga xalqaro sertifikat olish, kunlik sinovlar va tadqiqot xarajatlarining bir qismi qoplab beriladi. Suv va ichimliklar uchun xorijiy markovkalar tan olinadi. O'zbekiston boshqa davlatlarning raqamli markirovkalari kodlarini tan olish tizimini joriy qiladi. Yagona milliy arxiv tizimi ishga tushadi. Arxiv xizmatlari bosqichma-bosqich raqamlashtiriladi va yangi yagona axborot tizimi joriy etiladi. Bojxona to'lovlari bo'yiga yengilliklar beriladi. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa, bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.